Aka, men muhtoj emasman bu narsalarga. Men muhtoj odamga berayotganim yo'q, aka. Oling. Aka, men muhtoj emas. Mendan ham muhtoj insonlar bor, aka. Mendan ham muhtoj insonlar bor. Aka, men qarang, bugun yaxshi niyat qilib chiqqanman ko'chaga. Birinchi chaqirgan Yandeximga haydovchiga beraman deb yaxshi niyatda beraman. Olingmanmi? Oling, aka. Aka, prosta mendan ham muhtoj insonlar bor. Tushunyapsizmi? Men aka, hammasini ola olmayman men. Aka, hammasini ola olmayman. To'g'ri, arzimagan narsa. Arzimagan narsa olib qo'ying, aka. Aka, bunisini olib qo'ying. Yo'q, qarang aka, bitta narsani aytaman sizga. Har doim hammaga yaxshilik qilib yuring. Xudoyim sizga berardan qismaydi. Oling, aka. Aka, yaxshi niyatda beraman, aka. shart emas edi, aka. Uzr, men o'zingizni ozgina kirib qo'ydim. Yo'q, aka, yo'q, lekin shart emas edi, aka. Aka, rahmat Sog' bo'ling, kattakon. salom. Shu inson yaxshilik qilgani kabi men ham sizga yaxshilik qilmoqchiman. Shunaqangi taksopark borki, har 5000 kilometrda moyiz tekinga almashtirib beradi. Undan tashqari 6 ta haydovchiga 1 oy davomida pul mukofotlarini ham beradi. Agarda mashinangizga jarima keladigan bo'lsa ham foizsiz muddatli to'lovga to'lab beriladi. Undan tashqari mashinangizni arendasini to'lay olmayotgan bo'lsangiz ham foizsiz muddatli to'lovga boshlang'ich to'lovsiz to'lab beriladi. Pul chiqarib yetishlarda umuman muammo bo'lmaydi. 24 ga 7 ishlaydi. Buni nomi Toshkent sifat taksopark. Yandexda ishlab yuradigan og'aynilarga shu videoni jo'natib qo'yinglar. Shu videoga bitta like bosib qo'yinglar.